qanchalik bu sizga qiziq yoki qiziq emas, lekin go'shtlar nihoyatda mazali ekan. Yana bo'lsa yerdim. Boshqa yemayman. Boshqa yemayman, yo'q, boshqa yemayman. Alyaskada o'tgan yili bo'lgan paytimda mana shunday bizonlarni go'shtidan steak yeb qo'ygandim. Shuning uchun bugun Luiziyanaga o'sha o'tib ketgan bizonni qarindoshidan uzr so'ragani keldim. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Luiziyanaga xush kelibsizlar. Bu yerda ekzotik hayvonlar ranchosi bor va bu yerda mana shunday mehribon hayvonlarni shaxsan o'zingiz boqishga unikal imkoniyatingiz bor. Uzr, o'sha paytda siz ham qarindoshingiz yeb qo'ygandim, lekin men bu ishni boshqa qilmayman. Va'da. Lekin bitta narsani aytib qo'ymoqchi edim, qarindoshingiz go'shti juda mazali ekan. Xudo xolasa o'zimning shaxsiy ranchomda albatta mana shunday bizon boqaman. Orzuga gap yo'q. Voy, o'lmasam. Men shunda erkalatib sizni boqyaptim mana. Uni qilmang. Agarda meni mehrim yo'qolsa, keyin uni qaytara olmaysiz. Bizonlarning ichida ham madaniyatsiz va befarosati ham bor ekan. Sizga o'xshagan bitta tiraqqa bizon butun podani avtoritetini buzadi. Bilasizmi shuni sana? Mayli, sizga ikkinchi imkoniyat beramiz. Akkuratniroq, iltimos. Madaniyat qayerda? Madaniyat. Madaniyat. Ana. Bo'lar ekan u. Degan odam yo'q. Mana endi sirasa maylimi? Ana bu boshqa gap. Uzr. Bundan oldin siz haqingizda aytgan hamma yomon gaplarni 5 ta tilda qaytib oldim. Siz haqiqatan mehribon va madaniyatli bizon ekansiz.